Agar bolalarni biz qo'llab-quvvatlovchi usulga o'tsak, tanqid va buyruq emas, bola ochiladi. Bola sizni o'zingizni nima deydi, dushman sifatida ko'rmaydi, masalan. Ota-onamga sirimni aytsam bo'lmaydi, o'rtog'imga aytsam bo'ladi degan fikrda bo'lmaydi. Endi va siz qachon bunaqa bo'ldi farzandim deb qolmaysiz. Shunaqa bo'ladi, voy qachon bunaqa bo'lib qoldi? Biz o'tkazib yuborgan bo'lamiz. Bolam yaxshi deb. Keyin yana bitta narsani aytish kerak. Men buni maktabda sezganman. Maktabda farzand uyda farzand ideal. To есть ikkita rol o'ynaydi farzand. Masalan, 6-sinf, 7-sinf bo'lsa ham ota-onalar bilan gaplashganda, "Mani bolam unaqa qilishi mumkin emas. Hech qachon bunaqa qilmaydi." Mana shunchalik ishonch bilan aytadi. Keyin oxiriga yetib dalillar bilan ko'rsatib berganimizdan keyin qachon bunaqa bo'ldi? Men qanaqa bunaqa bo'ladi degan xato qildim degan savollar bo'lib qoladi-da. Shuning uchun farzandlarimiz ikkita tarafda ham yaxshi o'zlarini rollarini o'ynab berishyapti. Bu tarafiga ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak.